Bugungi videoda biz 2026 yilgi Chevrolet Cobalt haqida gaplashamiz. Bu model O'zbekistonda eng ommabop transport vositalaridan biri bo'lib kelgan va 2026 talqini bilan u yanada zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Agar siz ishonchli, tejamkor va kundalik hayot uchun mos variant izlayotgan bo'lsangiz, ushbu yangilangan talqin sizni qiziqtirishi aniq. Avvalo tashqi ko'rinish haqida. 2026 yilgi talqinda old qismi ancha agressiv va zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan. Radiator panjarasi kattaroq va xrom elementlar bilan boyitilgan. Old faralar yanada ingichka va zamonaviy LED chiroqlar bilan jihozlangan. Kuzov chiziqlari silliq, yon tomondan qaraganda esa yanada dinamik ko'rinadi. Orqa qismida esa yangi dizayndagi stop chiroqlar va ixcham bamper umumiy ko'rinishni mukammal qiladi. Umuman olganda, bu safar ishlab chiqaruvchi tashqi imijga jiddiy e'tibor qaratgan. Ichki qismga o'tsak, salon ancha yangilanganini ko'rish mumkin. Old panel zamonaviy ko'rinishda bo'lib, markazda katta sensorli ekran joylashgan. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfon bilan tez va qulay ulanish imkonini beradi. Rul ko'p funksiyali tugmalar bilan jihozlangan. Haydovchi uchun barcha boshqaruv elementlari qo'l ostida joylashgan. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Orqa qatorda ham yetarlicha joy mavjud bo'lib, oilaviy foydalanish uchun mos. Texnologik imkoniyatlar ham e'tiborga loyiq. 2026 talqinida xavfsizlik tizimlari kengaytirilgan. ABS va stabilizatsiya tizimi standart tarzda taqdim etiladi. Ba'zi komplektatsiyalarda orqa ko'rish kamerasi va parktronik ham mavjud. Konditsioner tizimi tez sovitadi va yozning issiq kunlarida qulay muhit yaratadi. Elektr oynalar, markaziy qulf va masofadan boshqariladigan kalit kundalik foydalanishni yanada osonlashtiradi. Amaliy jihatdan bu model O sinfida juda qulay. Bagaj qismi keng bo'lib, katta hajmdagi yuklarni joylashtirish mumkin. Kundalik ishga borish, oilaviy sayohat yoki